Bu odam qizni manyakdan qutqarib, hayotini saqlab qoldi. Qizning aytishicha, uning orqasidan 10 daqiqadan beri begona odam kuzatib kelmoqda. Albatta, qizni qo'rqib ketganini ko'rgan bu odam qizni o'z uyiga kirgizdi va shu nuqtadan voqeani etni jimirlataveradigan joylari boshlanadi. Xullas, manyak qizni qanaqa qilib topib kelganini va uyga aldab kirib olish uchun qanaqa aql bovar qilmas nayranglar ishlatganini sahifamizga joylangan mana shu birinchi qismida batafsil to'liq ko'rib olishingiz mumkin. Biz esa davom ettiramiz. Keyin u men qizni ko'rmadim deb manyakni ketkizib yuboradi va shu joyda ularni bo'ldi, manyakdan qutuldi deb o'ylashimiz mumkin. Lekin afsuski, bundan keyin sodir bo'lgan voqealarni ko'rib, siz umuman hech kimga ishonmay qolishingiz tayin. Xullas, ular manyak ketdi, bo'ldi deb tinchlanib turganida, manyak ketishning o'rniga uyni aylanib o'tib, orqa tomondagi oynada uyning ichiga qarab, qizni qidirishni boshladi. Qiz esa bundan juda ham qo'rqib ketib, vahima qilishni boshladi va to'satdan eshik negadir yana jiringladi. Uyning egasi eshikning oldiga borganida esa u yerda hech kim yo'q edi va shu payt boyagi xonadan qizni baqirgani eshitildi. Uy egasi o'sha joyga borib qarasa, manyak allaqachon oynani ochib uyga kirayotgan ekan. Uyning egasi shu zahoti manyakka "Bu hodisaga bironta yechim topishimizga ishonaman. Bo'ladimi shunaqa qilsak?" deb uni tinchlantirishga harakat qilsa ham, manyak unga yaqinlashishdan to'xtamadi. Holatni yaxshiroq tushunishinglar uchun kim qayerda turganini aytib o'taman. Oyna tomondan manyak qizga yaqinlashib kelayotgan paytda uyning egasi qiz bilan manyakning o'rtasiga turib, manyakni tinchlantirishga harakat qildi, lekin manyak to'xtamadi va oxirida qiz bilan bola bitta joyda turib qoldi. Manyak esa ularni shundoqqina yonida edi va shu nuqtada qayerdandir tovadan kelgan zarb ovozi eshitildi. Uy egasi yerga behol yiqildi. Eng qizig'i, bu odam hushidan ketishidan oldin esa